Bizga ham payg'ambar kelsa biz ham itoat qilardik, biz ham to'g'ri yo'lga yurardik deyishar edi. Payg'ambar kelsa, endi ular uni inkor qilishadi. Bu faqat payg'ambarlarga xos emas, azizlar. Shu oyatlarni eshitganimizda ham biz 1400 yil bo'lgan voqealar ekan. 1400 yil oldin yoki oldingi payg'ambarlarda deb ketavermasligimiz kerak. Qur'on nega mana shunaqa oyatlarda ogohlantiruvchi, rasul, elchi deb keladi? Nega payg'ambarlarning ismi yo'q? Chunki payg'ambarlarning merosiga ham shu oyatlar kiraveradi. Mana o'zimiz imkoniyat bo'lsa, biz ham bir ilmiy suhbatlar bo'lsa, o'tirsak, eshitsak, o'rgansak deymiz. Bo'lsa esa o'sha imkoniyat bo'lsa nima qilamiz? Keyin bahona qidiramiz. Hozir qani endi bizga masjidga kelsak, Qur'on o'qisangiz o'qirdik deyshadi. Yaxshi, boshlasangiz bir oydan keyin yo'q bo'ladi, aksar. To'palan qiladi ungacha. Hamma yo'lni buzib tashlayman deydi. Lekin qani o'qing desangiz, mana qo'shni masalan Qirg'izistonda borsangiz, ko'ring, odamlar o'z bilan o'zi ovora. Ilmiy suhbatlar bo'lsin, din o'rgatilsin, Qur'on o'rgatilsin degan xohishni bildiradi insonlar. O'rgatilganda, o'sha narsaga Alloh muyassar qilganda-chi, keyin nima bo'lamiz? Ahvolimiz qanaqa keyin? Aksar beparvo bo'lamiz. Kamdan kam odam ogohlantiradi. Payg'ambarlar kelganda ham shunaqa bo'lgan. Bo'lmasam hozir Rasululloh akram alayhisolatu vassalom borlar, Madinada o'tiribdilar desa, kim hozir mana shunda o'tiradi? Hamma chopadi. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning hadislari aytilayotgan joy Rasulullohning jismlarida emas gap. U kishi keltirgan Qur'on va hadisda-ku gap. U hamma joyda yangrab turibdi-ku. Lekin insonlar suratparast bo'ladi. Odamlar suratga e'tibor beradi. Imom Termiziy aytganlar, qaysi bir xonadonda mening kitobim bo'lsa, o'sha uyda Rasululloh so'zlab turgan bo'ladi. Imom Termiziyning kitoblari nashr bo'ldimi? Bo'ldi. Undan o'tib Imom Buxoriyning sahihlari nashr bo'ldimi? Sahih 6-silsilada bo'ldi. Mana Muslim ham tugadi 6-silsilada. Termiziy ham keladi yaqinda inshaalloh. Bu ana shu hadislar tarjima bo'lib turibdi mana. Siz Rasululloh akram alayhisolatu vassalomni agar bo'lsalar qo'llarini o'pib ziyoratlarni qilardim deb niyat qilasizmi? U bo'lmaydi u. U yo'q, hayot u zot o'tib ketganlar. Lekin u zotning nasihatlari, hadislari, meroslari qolgan. Marhamat shuni oling. Sotib oling. Mana kitobni sotib oling. Olib borib uyga qo'ydingizmi? Uyingizda Rasululloh so'zlayapti. Gohida quloq solib turing. Ochib kitobni ochib o'qib turing. Kitobni qo'ygansiz, taxchiga chiroyli qilib terib qo'ygansiz. Oldida rasmga tushib tarqatib qo'yasiz, haligi nimaga profilga qo'yib qo'yasiz, kitobni oldida chiroyli bo'lib rasmga tushib. Lekin kitobni qatini ochsangiz changi osib ketgan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Bitta Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning hayotlari endi, mayli u ham kiradi. Tarix Muhammadiy ham. Umuman olganda Qur'on o'qilyapti, tarjimasi bo'lyapti, hadis aytilyapti, tarjimasi bo'lyapti, ma'nolari yetkazilyapti. Bu degani insonlar ustida Allohning hujjati qoim bo'lyapti degani. Endi uzr ketmaydi. Endi borib olib biz eshitmagan ekanmiz, ko'rmay qolgan ekanmiz desa, bekorlarning 5tasini aytibsiz deyiladi. Hammasi bo'lgan deyiladi. Ana siz bilan biz demak mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi bir odamlar bor, Qur'on hadis tarjima qilib bo'lmaydi deydi. Biz aytamiz, buni ham hayotiy misol qilib. Hozir Rasululloh akram alayhisolatu vassalom Falastin Madinada o'tiribdilar. Yo'nki keldilar. O'zbekistonga keldilar. Lekin u kishi faqat arabcha gapirar ekanlar. Bizga xitob qilyaptilar, nasihat qilyaptilar. İçimizde bitta-ikkita arabchani biladiganimiz bor. So'raysizmi? Nima deyaptilar Rasululloh deysizmi? Yoki hay deb ketaverasizmi? So'raysiz. Mana shuni agar tarjima qilib bermasangiz, Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning faoliyatlarini sal bilgan odam tasavvur qilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom shu odamga nima deydi? Tarjimani arab tilini bilgan odamga Rasululloh taxminan shunday deydilar.
Men gapiraman, sen tarjima qilib turasan. Deydilar aniq. Men gapiraveraman, sen tushungan tushunmagan mayli, ketaversin. Demaydilar hech qachon. Chunki Rasululloh akram alayhisolatu vassalom o'z davrlaridayoq yuborgan maktublarni borgan joyda sahobalar tarjima qilib berishgan. Ha? Yana oyat hadis tarjima qilib bo'lmaydi deydi. Yo'q, tarjima qilib bo'ladi. Lekin hukm olish boshqa masala. Oyat hadisdan hukm olish uchun u tarjima qilsa bemazhab ko'payapti. Hech ham bunaqa emas. Qur'on hadisdan faqat hukm olinmaydi. Hukm oyati 500 ta oyat hukm. Undan ham hukmdan boshqa yana dunyoning narsasini olsa bo'ladi. 5000 ta, eng ko'pi bilan 3000 bilan 5000 o'rtasida hukm hadis bor. Undan boshqa minglab, 10 minglab hadisda hukm yo'q. Unga hech qanaqa usul fiqh kerak emas unga. Nasihat, masalan, oyatlardan biz o'g'it olyapmizmi? O'g'it olamiz. Hadislardan o'g'it olyapmizmi? Olamiz. Unga mazhabning aloqasi yo'q. To'g'ri mazhabda ham qiyomat, jannat, do'zax. Bitta mazhabda jannat 8 ta, ikkinchi mazhabda jannat 4 ta emas. Misol uchun. U hadislarning hammasi mazhabga aloqador emas. Hukm olayotgan joyda mazhab kerak. Bo'ldi, boshqa joyga hech qanaqa mazhabning aloqasi yo'q. Ba'zi hadislarni tushunishda ba'zi muhaddislar, fuqaholarning ixtilofi bor. Masalan, kofirlar da'vat etmasa nima bo'ladi? Jannatiymi, do'zaxiymi desa, mazhab o'rtasida xilof bo'lishi mumkin. Endi u o'g'it oladigan joy emas u. Lekin qolgan o'g'it oladigan joylar tiqilib yotibdi. U balog'ati bor, fasohati bor, o'g'iti bor. Ular uchun hadislarning tarjimasini o'rganib amal qilish hech qachon man qilinmaydi. Shuning uchun bu haqiqatni ham bilib qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo oxirgi oyat, undan keyingi oyatlarda aytadi: "Va la yahiqul makru as-sayyi'u illa bi ahli." Allohning diniga qarshi chiqqanlar nima uchun bo'ldi, nima qilib bo'ldi desa, istikbaron fil ard. Payg'ambar kelgan paytda ular ogohlantirish kelgan paytda undan qochishdi. O'zi payg'ambar kelsa, domla gapirsa edi, bizga maviza qilsa edi deyatuvdi. Endi u domla kelgandan keyin undan eng ko'p qochadiganlar shular bo'ldi. Nimadan desa, payg'ambarlarni inkor qilganlar asosan istikbaron fil ard. Yer yuzida katta ketib. Allah nega doim yer yuzida katta ketib degan gapni, nega yer yuzini nega alohida eslaydi? Oddiy kibrni o'zi emas, yer yuzida deb. Rosa uchiga chiqsang, shu yerni tepasida qilasan, qiladigan qilig'ing. Kichkinagina joyda. Anaroq o'zingni yurtingda, atrofida va hokazo. Lekin mening mulkim u yer o'zi emas-ku, baraka topgur. Sen juda irg'ishlasang, shu yerda ichida qilasan, qiladigan ishingni. O'zingni juda katta olsang, shu yetib borgan joying. O'shanda ular kibrga ketdi. Shu yerda turib olib. Va makru sayyi va yomon makr qilishdi. Va la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Mana bu zo'r bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan gap. Yomon makr faqat o'zining egasiga qaytadi. Makrni juda qiyib pichib qiladi, yomon makrni. Lekin aylanib kelib o'ziga uradi, o'zini halok qiladi. U boshidagi haligi aqliy o'lchovlarni ko'rib siz uhu deysiz, dahshat deysiz. Natija Allohning irodasi bilan tugaydi. U yomon makr qilgani uchun u jazosini oladi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Qarang, bu Allohning qonuniyati, uni o'zgarishini topa olmaysan. Uni hech kim o'zgartira olmaydi. Bu qonuniyat. Oxirgi oyat. Agar Alloh insonlar qilgan ishlari bilan, ular kasb qilgan ishlari bilan agar Alloh insonlarni azoblaydigan bo'lsa, yer yuzida birorta jonzot qolmas edi. Lekin ular aldanmasin, ularning ishini Alloh ma'lum muddatga kechga surib qo'ygan. Fa innalloha kana bi ibadihi basira. Alloh o'zi bandalarini doim ko'rib turadi. Mana shu bilan Fotir surasida o'rganmoqchi bo'lgan ma'nolarimiz, oyatlar ham